Lochin ishqibozlariga assalomu alaykum. Kirib kelayotgan ayyon barchamizga xush kayfiyat ulashsin. Bugungi obzorimizdagi modelimiz 2 tonnaga moslashgan yangi dizayndagi va 240 ga 150 bort hajmidagi baquvvat mototsikl. Ushbu mototsikl 300 kub hajmdagi motor bilan jihozlangan bo'lib, unda 18 ot kuch mavjud. 63 diametrdagi kuchli vilka va mustahkamlangan rama mototsiklning ishonchliligini oshiradi. Qo'sh balon bilan jihozlangan ushbu mototsikl yuk eltish jarayonida sizga bir qancha qulayliklar tug'diradi. Yana bir qulayligi u samasval, ya'ni kim yukni o'zi ag'daruvchi mexanizm bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek mototsiklimiz juda pishiq va sodda detallarda tashkil topgan. Siz uni atiga 45 million 200 ming so'm evaziga naqdga yoki kredit orqali rasmiylashtirishingiz mumkin.